Qo'shnilar, podyezdda dollar tushib qolibdi. Kimiga bu dollar? Ha? Yozib yuboringlar. Voy qo'shni meniki qatti churib qo'ygan ekanman deb o'ylab yotdim. Rahmat kattakon. Qo'shni meni pulim 43 dollar, 27si qizil ruchka bilan yozilgan joyi bor. Kiryapman. Qanaqasiga sizlarning pulinglar bo'ladi? U meni pulim qo'shni, meni pulim. Hozir podyezddan chiqdim. Mana qaytyapman. Meniki tushib qolgan, meniki. Qo'shnilarimcha hazilkashda bu mani pulim, maniki hazillashyapti. Kimga bermay boryapman mana. Qo'shni u meni pulim edi. Qatadur tushirib qo'ydim. Kechagina hojam berdilar. O'shada to'xtab turing, hozir borib olaman. Qo'shnilar, bir murosaga kelaylik. Bu meni pulim edi, meniki tushgan. Kamerani tekshiraylik. Hammasi ayon bo'ladi. Akalar, u pul meniki edi. Iskandar bildingi mezbon loyihasidan yo'lamada yig'ib yurgan pulim edi. Pul o'lsin-a, pul o'lsin. Yangi qo'shnilarman. Sizlar bilan tanishmoqchi edim. Hamma artsu-a? Ya, videoyini olib bo'ldingmi? Olgandan keyin qaytarib berishni ham bilmaysan, pulni to'g'ri chilasan endi. Keyin pulda ekan bu. Pul kimnikiligini bildinglar. Qo'shnilarga jo'natib qo'yamiz bu videoni. Hola